Azaldan ilm ahli bilan tanilgan Buxoroning yoshlari yana bir rekord natija qayd etdi. Bu safar 1-sinf o'quvchisi ingliz tili va matematika fanlaridan jami 27 ta medalni qo'lga kiritib, ko'pchilikni hayratda qoldirdi. Hamkasbimiz Shahrizoda Hamroyeva ta'til kunlarini ham bilim olishga bag'ishlayotgan yosh iqtidor egasi bilan suhbatlashdi. 27 ta medal. Ehtimol siz bu natijalarni ko'rib biror sport ustasi yoki sohaning malakali mutaxassisi erishgan natija deb o'ylarsiz. Ammo bu 1-sinf o'quvchisi Asilbekning qisqa 1 yil ichida qo'lga kiritgan yutuqlaridir. G'ijduvon tumanidagi 6-son umumta'lim maktabining 1-sinf bitiruvchisi Asilbek Ilhomov 4 yoshdan boshlab raqamlarga qiziqa boshlagan. Kuchli ishtiyoq tufayli u qisqa vaqt ichida mantiqiy fikrlash, hisoblash va masala yechish ko'nikmalarini puxta egalladi. Qator xalqaro olimpiadalarda yuqori natijalarni qayd etgan qahramonimiz bu jarayonda xorijiy tillarni bilish ham muhim ahamiyat kasb etishini anglab yetadi. Bugun uning yutuqlari orasida matematika va ingliz tili fanlaridagi muvaffaqiyatlari alohida o'rin tutadi. What's your name? My name is Asilbek. Asilbek, how are you? I am okay. Respublika va xalqaro olimpiadalardan chempionman. Men hisob va xalqaro olimpiadalardan 5 karra g'oliblikni qo'lga kiritdim. AQSh, Buyuk Britaniya, Xitoy, Turkiya, Yaponiya davlatlarida yo'llanmani qo'lga kiritdim. Asilbekning tezkor fikrlashi va aniq hisob-kitoblarga bo'lgan qiziqishini payqagan onasi dastlab uni matematika yo'nalishiga yo'naltirgan. Bugun esa farzandining yutuqlari yo'lida ustozlari bilan birgalikda unga eng yaqin ko'makchilardan biri bo'lib kelyapti. 7-sentyabr kuni maktabga qabul qilingan vaqtiga bir haftaning ichiga olimpiadaga borganmiz. Olimpiadada o'quvchilarning ichiga yig'lab turganda o'qishni bilmaganligi uchun bo'g'inlab juda qiynalgan. Hamma chiqib ketgandan keyin ham ustozi qo'shimcha vaqt bergandi. 1-sinf o'qishni bilmaganligi uchun, lekin birinchi marta olimpiadaga borib, bo'g'inlab o'qib 6 medal olib kelgan edi. Birinchi marta shu hisob matematikadan, keyinchalik Ibrat farzandlardan ham 5 karra ikkinchi, uchinchi o'rinlarni oldi ingliz tilidan. Hozir 4-sinfgacha matematikani to'liq o'rganib olsa, u yo'g'iga o'zi nimani xohlasa, xohlasin, harbiy sohada xohlasin, o'qituvchi bo'lsin, xohlasin, shifokor bo'lsin, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar o'zining fikrini ma'qullaymiz hammamiz. Ammo bugungi yutuqlar Asilbekning kelajak rejalari shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatgan. Yosh iqtidor egasi kelgusida qaysi kasbni tanlash borasida allaqachon o'z maqsadini belgilab ulgurgan. Kelajakda dunyoning eng kuchli matematiklardan biri bo'lmoqchiman.